Men bitta narsaga ishonmas edim-da. Mana bu daftarga maqsadlaringni tushir, yozib qo'y deydi-ku. Shu narsaga umuman ishonmas edim. Zavodda ishlab yurgan paytlarim bitta daftar olganmandan keyin yozganman maqsadlarimni. Unda ham nima deb yozganman, qarang-da. Men deganman 2024-yil mart oyiga deganman zavoddan ishdan o'z xohishim bilan zavoddan ishdan bo'shayman. Aprel oyida shu Instagram tarmog'i orqali men yaxshi daromad topaman deganman-da. Maqsadni qarang, chunki maqsad boshqa narsa bo'lgan. Men oylikdan oylikka ishlash emas, balki o'zimga xon, o'zimga bek bo'lish bo'lgan. Men fevral oyida zavoddan ishdan bo'shaganman. Fevral oyida o'z xohishlarim bilan zavoddan ishdan bo'shaganman. Va haqiqatdan ham 2024-yil aprel oyida men Instagram orqali 2000 dollar topganman oyiga. Oyiga emas, 15 kunda 2000 dollar topganmiz. Shunday demoqchimanki, maqsadlaringiz daftariga tushib yozib borishingiz kerak ekan va shu daftarni har zaman ochib qarab qo'yish kerak ekan. Men daftarni ochib qaragan paytim ko'zimga yosh kelib ketganda, u narsani yana maqsad yozaman deb daftarga kirganman, ochib qaragan paytim ko'zimga yosh kelib ketgan. Xudo xolasa sizga ko'rsataman bu daftarni.